أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 26 sura Shuara Mekkede nazil bo'lgan 227 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Ta, Sim, Mim. Bu roşan kitap, yani Kur'an ayetleridir. Ey Muhammed, ularning iman etmaganligidan o'zingni halok qilib etishing mumkin. Agar biz ularning iman etishini xohlaydigan bo'lsak, ularga osmondan ularni imonga majburlaydigan bir oyatni nozil qilatdik-da, uningga ular bosh ekkan bo'ladi. Ularga marhamatlik Alloh tarafidan Qur'ondan yangidan bir narsa nozil bo'lsa, ular uningdan yuz o'raydi. Ular rostli Qur'onni inkor qildi. Masxir qilgan narsalarning xabarlari, yana oqibati ularga keladi. Ular ziminni, yani ziminning ajoyiblarini ko'zatmadimi? Ziminda turli foydali o'simliklarni o'stirdik. Buningda albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan alomat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir, nihoyat mehribondir. O'z vaqtida Parvardigoring Musoga nido qildi. Sen zolim qavmga borgin. Ular Fir'avnning qavmidir. Ular Allohning jazolashidan qo'rqmamdi? Muso aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. Ularning meni inkor qilishidan yurkim siqiladi. Tilim kekach, shunga menga yordamchi bo'lish uchun Harunni payg'ambar qilib avatgan. Ularning da'vosicha, ularning oldida mening gunohim bor. Ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Alloh aytdi: Hargiz undaq emas. Ya'ni seni ular hargiz o'ltirolmaydi. Sizlar mening mo'jizalarimni elib beringlar. Biz haqiqatan sizlar bilan billa munoziranglarni anglab turamiz. Sizlar Fir'avnga berib, biz haqiqatan olamlarning Parvardigorining elchisimiz, İsrail avlodini qulluqdan bo'shatqin. Ular biz bilan Shamga ketsin denglar. Ular Fir'avnga kelib elchilikni yetkazdi. Fir'avn Musoga aytdi: Seni biz uyimizda kichigingdan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi? Aramizda ko'p yillar turmadingmi? Sen hilqi qilgan ishingni qilmadingmi? Ya'ni Qibtini o'ltirmadingmi? Sen tuzgurlardansan. Muso aytdi: Men o ishni qilgan chig'imda nadonlardan edim. Sizlardan qo'rqib, sizlardan qochdim. Parvardigorim menga hikmat ato qildi. Meni payg'ambar qildi. Sen İsrail avlodini qul qilding. Sening menga minnat qilgan ne'mating ana shudir. Fir'avn aytdi: Olamlarning Parvardigori degan nima? Muso aytdi: O osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi butun maxluqotlarning Parvardigoridir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar. Fir'avn cho'risidagilarga uning javobini anglayotamsizlar dedi. Muso aytdi: O sizlarning Parvardigoringlardir va sizlarning ota-bobonglarning Parvardigoridir. Fir'avn aytdi: Sizlarga avatilgan bu elchi albatta Majnundir. Muso aytdi: O mashriqning, mag'ribning va ularning orasidagi maxluqotning Parvardigoridir. Agar sizlar tushunadigan bo'lsanglar. Fir'avn aytdi: Agar mendan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsang, seni cho'qim zindonga tashlayman. Muso aytdi: Mening rost payg'ambar ekanligimni isbotlaydigan ro'shan dalil keltirsammi, zindonga tashlamsan? Fir'avn aytdi: Agar so'zing rost bo'lsa, ro'shan dalilingni keltirgin. Muso hassini tashlab edi, nagahan ochiq ejderhoga aylandi. Muso qo'ynidan qo'lini chiqarib edi, nagahan o qarg'uvchilarga nur chaqnab turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. Fir'avn cho'risidagi qavmning cho'nglariga aytdi: Bu haqiqatan usta sehrgar ekan. O sehri orqali sizlarni zimininglardan haydab chiqarmoqchi. Bu haqda nima maslahat bersizlar? Ular aytdi: Ularning ishini ta'xir qilgan. Shaharlarga sehrgarlarni yiquvchi kishilarni avatgan. Ular sening huzuringga nihoyatda usta sehrgarlarning hammasini olib kelsin. Muayyan kundagi belgilangan vaqtda sehrgarlar to'plandi. Kishilarga sizlar yig'ilib bo'ldinglarmi? Agar sehrgarlar g'olib chiqsa, ularga bo'ysunishimiz mumkin deyildi. Sehrgarlar Fir'avnning qishig'iga yetib kelganda, ular Fir'avnga: Agar g'alaba qilsak bizga cho'qim mukofot berilamdi, dedi. Fir'avn: Ha, o chaqda sizlarga mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin odamlarimdan bo'lib qolasizlar, dedi. Muso ularga: Tashlaydigan narsanglarni tashlanglar, dedi. Ular arg'amchilarini, hosillarini tashildi.
Ular Fir'avnning kattaligi bilan qasamki, biz shak shubhasiz g'alaba qilamiz dedi. Musa hassini tashladi. O ajdahoga aylanib, ularning o'ydirma narslarini yutibdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular olamlarning Parvardigoriga, Musa va Harunning Parvardigoriga iymon etdik dedi. Fir'avn, "Men ruxsat qilmay turib sizlar Musaga iymon etdinglar, o cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan boshlig'inglar ekan. Sizlarni qanday jazolaydiganligimni uzunga qolmay bilasizlar. Qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l qo'linglar bilan o'ng putinglarni kesiman. Hammanglarni cho'qim darga osaman" dedi. Sehrgarlar, "Buningdimi bizga hech ziyon yo'q. Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Biz Musaga hammadan burun iymon etquchilar bo'lganligimiz uchun Parvardigorimizning xatoliklarimizni mag'firat qilishini albatta umid qilamiz" dedi. Biz Musaga kechida bandalarimni, ya'ni Bani Isroilni elib otlang'in. Sizlar albatta qo'g'linisizlar. Ya'ni Fir'avn o'z qavmi bilan sizlarni qo'g'lab chiqadi deb vahiy qildik. Fir'avn shaharlarga askar to'plag'uvchilarni avatdi. Fir'avn aytdiki, bu kishilar haqiqatan bir o'chim odamlardir. Ular haqiqatan bizning ochchig'imizni keltirib qo'ydi. Biz haqiqatan ehtiyotchan jamoamiz. Biz ularni, ya'ni Fir'avn bilan uning qavmini bog'lardan, buloqlardan, xazinalardan va esil turalg'ulardan ayirib o'tdik. Shunda qilib ularni Bani Isroilga miros qilib berdik. Ular yana Fir'avn bilan uning qo'shini ularni kun chiqqan chaqda qo'lab chiqdi. Ikki to'p, ya'ni Fir'avn to'pi bilan Musa alayhissalomning to'pi bir-birini ko'rib turishgan chaqda Musaning odamlari ular yana Fir'avn bilan qo'shini bizga cho'qim yetishib oladigan bo'ldi dedi. Musa aytdi, "Undaq bo'lmaydi. Ya'ni hargiz yetishmaydi. Parvardigorim haqiqatan men bilan billa. Meni qutulish yo'liga boshlaydi." Biz Musaga Hasan bilan daryoga urg'un deb vahiy qildik. Musa Hasan bilan urvidi, daryo yerildi, har bir yerilgan qismi cho'ng tog'dek bo'lib qoldi. Ikkinchi bir guruhni bu yerga yaqinlashtirdik. Ya'ni Fir'avn bilan qo'shinni Bani Isroilning orqasidan daryoga kirgizdik. Musa bilan uning hamrohlarini butunlay qutqizdik. Ondan ikkinchi guruhni, ya'ni Fir'avn bilan qavmini g'arq qildik. Buningda yana Fir'avn bilan uning qavmining g'arq bo'lishida albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir, nihoyat mehribondir. Ularga Ibrohimning qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida u otasiga va qavmiga nimaga ibodat qilsizlar dedi. Ular butlarga ibodat qilamiz, bu ibodatni davomlashtiramiz deyishdi. Ibrohim aytdi, duo qilgan chig'inglarda ular duoyinglarni anglamdi, yo sizlarga foyda yetkazalamdi, yo ziyon yetkazalamdi? Ular aytdi, undaq emas, ota-bobolarimizning shunday qilganligini bayqadik. Ibrohim aytdi, aytib beqinglarchi, sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimgi ajdodlaringlarning ibodat qilgani nima? Ular yana butlar mening dushmanimdir. Faqat olamlarning Parvardigori mening Parvardigorimdir. O meni yaratgan, o meni hidoyat qiladi. O meni tamoq bilan ta'minlaydi, usullik bilan ta'minlaydi. Og'rib qolsam, o meni saqaytadi. O meni qabzruh qiladi, keyin yana tiriltiradi. Qiyomat kuni uning mening xatoliklarimni mag'firat qilishini umid qilaman. Parvardigorim, menga ilm hikmat ato qilgin, meni yaxshilarga qo'shgin. Keyingilar orasida yaxshi nomimni qoldirgin. Meni nozu ne'matlik jannatning varislaridan qilgin. Otamga mag'firat qilgin. O haqiqatan gumrohlardan bo'ldi. Ular yana xaloyiqlar hisob berish uchun tirildirilgan kunda meni rasvo qilmagin. O kunda hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamga foyda yetkaziladi. Jannat taqvodorlarga yaqinlashtiriladi. Do'zax gumrohlarga ochiq ko'rsatiladi. Ularga sizlar ilgari Allohni qo'yib cho'qingan narsanglar qayerda? Ular sizlarga yordam bera olamdi? Yo o'zlariga yordam bera olamdi? deyiladi. Butlar, gumrohlar va iblisning qo'shinlarining hammasi do'zaxga ust-ustilab tashlanadi. Ular do'zaxda jidallashib aytadi. Alloh bilan qasamki, biz ochiq gumrohlikda edik. O'z vaqtida biz sizlarni,
ibodatda olamlarning Parvardigori bilan o'xshash o'rinda qo'yatdik. Bizni faqat gunohkorlarni ozdirdi. Shuning uchun bizga shafaat qiluvchilar yo'q va yaqin do'stmi yo'q. Agar bizga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, biz mu'minlardan bo'lardik. Shubhasizki, buningda yana Ibrohim va uning qavmining qissasida aql egalari uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Nuh etdi. Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq bir payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Ular, ey Nuh, sana tuan tabaqadagi odamlar ergashgan tursa, sana biz iymon etamdiq dedi. Nuh aytdi: Men ularning nima qilganligini uqmayman. Agar bilsanglar, ulardan hisob elishni faqat Parvardigorim ustiga olgan. Men mu'minlarni qo'g'lab o'tmayman. Men faqat ochiq-oshkora ogohlantiruvchiman. Ular aytdi: Ey Nuh, agar sen payg'ambarlik da'vatingdan yanmasang, sen cho'qim toshkesak qilinib o'ldirilguchilardan bo'lasan. Nuh aytdi: Parvardigorim, qavmim meni haqiqatan inkor qildi. Men bilan ularning orasida hukm chiqargan, meni va men bilan birga bo'lgan mu'minlarni qutqizgan. Biz uni va odamlar hayvonlar bilan liq to'lgan kemada uning bilan birga bo'lganlarni qutqizdik. Ularni qutqizgandan keyin andin qolganlarni g'arq qildik. Buningda tafakkur qiluvchilar uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ular yana kishilarning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Ot xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Hud etdi: Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Sizlar har bir egiz joyga o'yin kulki uchun bir alomat, ya'ni egiz bino salamsizlar. Go'yo sizlar o'lmaydigandek dunyoda mangu qilishni umid qilib, puxta saroylarni salamsizlar. Agar birovni jazolasanglar, zolimlardek jazolaysizlar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Sizlarga sizlar biladigan ne'matlarni ato qilgan Allohdan qo'rqinglar. O sizlarga chorvalarni, o'g'illarni, bog'larni, buloqlarni ato qildi. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning azobiga qilishinglardan qo'rqaman. Ular aytdi: Nasihat qilamsan, qilmamsan baribir bizga o'xshash. Bu faqat burunqilardan qolgan odat. Biz hargiz jazolanmaymiz. Ular uni yana Hudni inkor qildi. Ularni biz halok qildik. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Samud xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qarindishi Solih etdi: Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Sizlar bu yerlarda bog'chilardan, buloqlardan, ziroatlardan, yumshoq pishgan xo'rmalardan bahramon bo'lib xotirjam holda davomli qolamiz deb o'ylamsizlar? Ustalik bilan tog'larni teshib uy yasamsizlar? Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Zaminda buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan haddidan oshquvchilarning amriga itoat qilmanglar. Ular aytdi: Sen haqiqatan sehr qilinganlardansan. Sen faqat bizga o'xshash bir insonsan. Agar sen rostchillardan bo'lsang, bir mo'jiza keltirib boqqan. Solih aytdi: Bu chishto'ga suyunglardan bir kun ichida sizlarmi muayyan bir kun ichisizlar. Onunga yomonlik qilmanglar, bo'lmasa sizlar buyuk kunning azobiga duchor bo'lasizlar. Ular chishto'gini bo'g'izildi. Shuning bilan ular nadomatga qoldi. Ularga azob tushdi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Lotning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi.
Öz vaqtida ularga qarindishi Lot etdi. Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Sizlar ahli jahon ichidan levot qilib, Parvardigoringlar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar? Sizlar haqiqatan buzuqchilikda haddidan oshquchi qavmsizlar. Ular aytdi: "Ey Lot, agar da'vatingdan qaytmasang, cho'qim surgun qilinsan." Lot aytdi: "Men sizlarning qiliqinglardan qattiq yerginaman. Parvardigorim, qilmishlari tufaylidan ularga keladigan azobdan meni va tavalarimni qutqizgan. Uni va uning tavalarining hammasini qutqizdik. Faqat Mo'mayni, ya'ni Lotning ayolini qoldirib qo'yib, halaq qildik. Ondan qolganlarni halaq qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantirilg'uvchilarga yog'diriladigan yomg'ir nima degan yomon? Buningda albatta cho'ng bir ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etuvchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir." Ey keliqlar payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida Shuayb ularga aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. O'lchamni to'ldirib beringlar, kambag'uvchilardan bo'lmanglar. Narsalarni to'g'ri tarozida tortinglar, kishilarga narsalarni, ya'ni qaysi yo'l bilan bo'lsin, kishilarning haqlarini kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar. Sizlarni va ilgirki ummatlarni yaratgan Allohdan qo'rqinglar." Ular aytdi: "Sen sehr qiling'uvchilardansan. Sen faqat bizga o'xshash oddiy odamsan. Seni biz haqiqatan yolg'onchi deb gumon qilamiz. Agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin." Shuayb aytdi: "Parvardigorim sizlarning qilmishinglarni obdan biladi." Ular Shuaybni inkor qildi. Ularni soya kunining azobi halaq qildi. U haqiqatan buyuk kunning azobi edi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etuvchilardan bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Shubhisizki, Qur'on olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Ogohlantiruvchilardan bo'lishing uchun ishonchlik Jibril uni sening qalbingga ep tushdi. Qur'on ochiq arabiy tilida nozil bo'ldi. Haqiqatan Qur'on ilgirki payg'ambarlarning kitoblarida tilga ilingan. Abdullah ibn Salam va uning iymon etgan hamrohlariga o'xshash Bani Isroil ulamolarining Qur'onni bilishi mushriklarga Qur'onning to'g'riligini ko'rsatadigan dalil bo'lmamdi? Agar biz Qur'onni arab bo'lmagan bir odamga nozil qilgan bo'lsak, u Qur'onni ularga o'qib bersa, ular uningga ishonmaydi. Shuningdek gunohkorlarning dillariga ishonmaslikni soldik. Ular Qur'onni tushunib, uning fasohat balog'atini va mo'jiz ekanligini bilib turib iymon etmadi. Ular Allohning qattiq azobini ko'rmagicha Qur'onga ishonmaydi. U azob ularga ushtum tut keladi. Ular uning kelganligini tuymay qoladi. Ularga tuyuqsiz azob kelganda, ular bizga iymon etib olish uchun muhlat berilamdi, deydi. Ular bizning azobimizning burnaroq kelishini tilamdi. Aytib boqina, agar ularni nurg'un yillar ne'matlarimizdan bahramand qilsak, ondan ularga ogohlantirilgan azob kelsa, ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni dafi qilishda hech narsaga asqatmaydi. Qandoqligi shar bo'lsin, vaz nasihat qilish uchun payg'ambarlarni avatmaguncha uni halok qilmadik. Ularni jazolashda biz zolim bo'lmadik. Qur'onni shaytonlar ib tushguni yo'q. Bu ularga loyiq emas. Ularmi uningga qodir bo'lolmaydi. Shubhisizki, ular yana shaytonlar o'g'irliqcha tingshashdan ma'ni qilingandir. Allohdan boshqa hech ilohga ibodat qilmagan. Unda qilsang, azob qiling'uvchilardan bo'lib qolasan. Yaqin xish aqrabolaringni ogohlantirgin. Sana ergashgan mu'minlarga muloyim bo'lgin. Agar ular sana osiylik qilsa, men sizlarning qilmishinglardan haqiqatan ado judaman degin. Nihoyat g'olib, mehribon Allohga yo'langin. Allah seni namozga qo'pqaningda ko'rib turadi. Namoz o'quvchilar orasidagi sajdaga borganlik, rukuga turganlik va qiyomda turganlik harakatingni ko'rib turadi.
Şübhəsizki, Allah hammani anlab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Ey Muhammad, Makka kuffarlarga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga cho'qinadiganligini aytib beraymi? Ular har bir ig'vat o'quvchi gunohkorga cho'qinadi. Ular farishtalarning so'zlarini o'g'irlikcha anglaydi, ular yana shaytonlarning to'lisi yolg'onchidir. Shoirlarga gumrohlar agishid. Ularning so'z va'dalarida tingirqab yurganligini ko'rmamsan? Ular qilmaydigan narsalarni qildik deb so'zlaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchirgandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno. Zulm qilguvchilar uzoqqa qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi.